Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qariyalarga 420 ming so'mdan 520 ming so'mgacha qo'shimcha pul qo'shilishi haqida gap ketmoqda. Bu oddiy yangilik emas. Bu masala pensiya oladigan ota-onalarimizga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, o'quvchisini yo'qotgan oilalarga, kam ta'minlangan keksalarga va umuman har bir xonadonga ta'sir qilishi mumkin. Chunki bugun sizning oilangizda pensioner bo'lmasa ham, ertaga bu masala sizning ota-onangiz, qaynonangiz yoki o'zingiz uchun dolzarb bo'ladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kimlarga pul qo'shilishi, qaysi holatda odamlar adashishi, qanday hujjatlar kerak bo'lishi, pensiya jamg'armasiga qanday murojaat qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Ko'pchilik yangiliklarda qariyalarga 720 mingdan 520 ming so'mgacha qo'shiladi degan gapni eshitadi-da. Darrov demak, hamma pensionerlarning pensiyasi 720 ming so'mga oshar ekan deb o'ylaydi. Mana shu joyda eng katta xato boshlanadi. Pensiya tizimida har bir oshirish bir xil bo'lmaydi. Ba'zi oshirishlar barcha pensiya oluvchilarga ta'sir qiladi. Masalan, bazaviy hisoblash miqdori, eng kam pensiya miqdori yoki pensiyalarni indeksatsiya qilish bo'yicha umumiy qaror chiqsa, ko'pchilikning pensiyasi qayta hisoblanadi. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar faqat ma'lum toifadagi fuqarolarga beriladi. Masalan, yoshi miyizga yaqinlashgan keksalar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari, o'quvchisini yo'qotganlar yoki kam miqdorda pensiya olayotganlar uchun alohida qo'shimcha bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p pensionerlar o'z pensiyasining asosiy qismini olardi va ayrim qo'shimcha imtiyozlar alohida hisoblanardi. Masalan, fuqaroning ish staji, ish haqi, pensiyaga chiqish yoshi, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar bor yo'qligi, yashash sharoiti va boshqa omillar hisobga olinardi. Kimdir 1 million 200 ming so'm pensiya olgan, kimdir 2 million olgan, kimdir esa eng kam miqdorga yaqin pensiya olgan. Shuning uchun davlat tomonidan qo'shimcha yordam berilganda, u odatda eng ehtiyojmand qatlamlarga qaratiladi. Endi nima o'zgardi? Gap shundaki, ayrim toifadagi qariyalar va pensiya oluvchilarga qo'shimcha to'lov miqdori 420 ming so'mdan 520 ming so'mgacha oshirilishi yoki shunday oralikda belgilanishi mumkinligi muhokama qilinmoqda. Bu oshirishning mohiyati shuki, asosiy pensiyadan tashqari beriladigan qo'shimcha yordam ko'payadi. Lekin bu hamma pensionerning qo'liga avtomatik ravishda 20 ming so'm ko'proq pul tushadi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Eng muhim masala oshirishning aynan qaysi toifaga tegishli ekani va u qanday tartibda hisoblanishidadir. Asosiy qism 1. Kimlar bilishi kerak, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xavotir olmasligi kerak birinchi navbatda. Bu masala pensiya oladigan barcha keksalar uchun qiziq, lekin amalda oshirishdan ko'proq ta'sir ko'radigan guruhlar bor. Men bularni oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi toifa. Eng kam pensiya yoki unga yaqin miqdorda pensiya olayotgan fuqarolar. Masalan, bir onaxon umrining katta qismini uyda farzand tarbiyasi bilan o'tkazgan, rasmiy ish staji kam bo'lgan. U pensiyaga chiqqanda staji yetarli bo'lmagani uchun pastroq pensiya tayinlangan. Agar davlat aynan kam pensiya oluvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida qo'shimcha to'lovni oshirsa, mana shunday insonlar birinchi navbatda foyda ko'rishi mumkin. Chunki ijtimoiy siyosatning asosiy maqsadi eng zaif qatlamni yolg'iz tashlab qo'ymaslikdir. Masalan, Anvar aka 68 yoshda, rasmiy ish staji 28 yil. Pensiyasi 1 million 7 ming so'm atrofida. Uning uyida qo'shimcha daromad yo'q, turmush o'rtog'i ham pensioner. Agar qo'shimcha to'lov shartlariga ko'ra past pensiya oluvchilar qamrab olinsa, Anvar aka 420 ming o'rniga 520 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin. Bo'yiga 100 ming so'm farq degani. Kimdir 100 ming katta pul emas deyishi mumkin. Lekin pensioner uchun bu bir qop unning bir qismi, dori-darmon, elektr to'lovi yoki navraga kerakli xarajat bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa yolg'iz yashovchi keksalar. Ko'p hollarda davlat yolg'iz keksalarga alohida e'tibor beradi. Chunki ularning kundalik hayotida yordam beradigan doimiy odam bo'lmasligi mumkin. Yolg'iz yashovchi pensionerning xarajati boshqalarnikidan kam bo'lib ko'rinadi, lekin aslida unday emas. U gazga ham o'zi to'laydi, elektrga ham o'zi to'laydi, oziq-ovqatni o'zi oladi, dorini o'zi oladi.
Farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda bo'lishi mumkin. Masalan, Saodat opa 74 yoshda turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari Toshkentda ishlaydi. O'zi esa viloyatda yolg'iz yashaydi. Pensiyasi bor, lekin doimiy davolanishi kerak. Agar qo'shimcha to'lov yolg'iz yashovchi keksalarga tegishli bo'lsa, Saodat opa mahalla orqali yoki pensiya jamg'armasi orqali o'z holatini tasdiqlatish kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda faqat yoshning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Yolg'izlik holati, oilaviy ahvoli, ro'yxatda kimlar turgani ham tekshiriladi. 3-toifa nogironligi bo'lgan pensionerlar. Nogironligi bor keksa odamning xarajati odatda oddiy pensionernikidan ko'proq bo'ladi. Dori tibbiy ko'rik, protez, reabilitatsiya, yo'l xarajati, parvarish kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha pul oshirilganda nogironligi bo'lgan shaxslar alohida toifa sifatida ko'rilishi ehtimoli yuqori. Lekin bu yerda ham nogironlik guruhi, muddati, tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi, nafaqa yoki pensiya turi muhim bo'ladi. Masalan, Karim ota 72 yoshda 2 guruh nogironligi bor. U avval yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, unga nogironlik bilan bog'liq ayrim qo'shimchalar ham berilishi mumkin. Agar yangi oshirish aynan nogironligi bo'lgan pensiyalarga qaratilgan bo'lsa, Karim otaning to'lovi oshishi mumkin. Lekin agar oshirish faqat eng kam pensiya oluvchilar uchun bo'lsa, Karim otaning pensiyasi allaqachon belgilangan chegaradan yuqori bo'lsa, u bu qo'shimchani olmasligi ham mumkin. Mana shu nozik farqni tushunish juda muhim. 4-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Ba'zan qariyalarga qo'shiladi degan xabar ichida boquvchisini yo'qotganlar bo'yicha ham o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, oilaning asosiy daromad topuvchisi vafot etgan. Ortida keksa ota-onasi yoki voyaga yetmagan farzandlari qolgan. Bunday oilalar pensiya tizimi orqali yordam oladi. Agar qo'shimcha to'lov ijtimoiy yordam sifatida oshirilsa, ularning nafaqasi ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Misol uchun bir oilada otasi vafot etgan, onasi pensioner, yonida maktabda o'qiydigan 2 nafar nabirasi bor. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olinsa, qo'shimcha to'lov qoidalari ularning ham daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik emas. Qaysi pensiya turi, nechta qaramog'idagi shaxs bor, hujjatlar to'liqmi? Shular hal qiluvchi omil bo'ladi. 5-toifa. Ma'lum faxriy maqomiga ega bo'lganlar. Masalan, urush va mehnat faxriylari, front o'rtada mehnat qilganlar, ayrim orden medal egalari, davlat oldida alohida xizmat ko'rsatgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar bor. Bunday qo'shimchalar ham vaqt-vaqti bilan oshirilishi mumkin. Agar yerda yer 20 mingdan 20 ming so'mgacha bo'lgan oshirish aynan faxriylar toifasiga tegishli bo'lsa, oddiy yoshga doir pensiya oluvchi emas. Aynan hujjat bilan tasdiqlangan maqomga ega odamlar foyda ko'radi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yuqori bo'lsa, barcha hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, hech qanday imtiyozli toifaga kirmasangiz, bu xabar sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan, fuqaro bir yil rasmiy ishlagan, yuqori ish haqi olgan, pensiyasi 3 million so'mdan yuqori. U oddiy pensiya indeksatsiyasidan foyda ko'radi. Lekin aynan ehtiyojmandlar uchun beriladigan 420-520 ming so'mlik qo'shimcha unga tegmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu ijtimoiy yordamning maqsadli bo'lishidir. Shu bilan birga kimlar albatta tekshirishi kerak? Pensiyasi juda past bo'lganlar, hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi borlar, boquvchisini yo'qotganlar, yaqin yillarda pensiyaga chiqqanlar, pensiya hisob-kitobidan shubhalanayotganlar. Chunki ba'zan odam o'ziga tegishli pulni bilmagani uchun olmay yuradi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Fuqaro yillar davomida menga shuncha chiqsa kerakdi deb yuradi. Keyin orqadan bitta ish haqi ma'lumotnomasi topiladi. Yoki staj noti to'g'ri kiritilgani aniqlanadi. Natijada pensiya qayta hisoblanadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi noziklik. Qo'shiladi degan so'z har doim pensiyaning o'zi oshadi degani emas. Ba'zan bu ustama, kompensatsiya, nafaqa, ijtimoiy yordam yoki alohida to'lov bo'ladi. Pensiyaning asosiy miqdori boshqa, qo'shimcha to'lov boshqa. Farqi shundaki, asosiy pensiya keyingi indeksatsiyalarda bazaga ta'sir qilishi mumkin. Qo'shimcha to'lov esa alohida qaror bilan beriladi va shartlar o'zgarsa to'xtashi ham mumkin. Ikkinchi noziklik. Hamma to'lovlar bir kunda tushmasligi mumkin. Masalan, qaror kuchga kirgan oy bor. To'lovlar amalda bank kartasiga tushadigan sana bor. Pensiya jamg'armasi bazasida qayta hisoblash muddati bor. Ayrim pensionerlar birinchi oyda eski miqdorini ko'rib xavotirga tushadi. Bu holatda darrov vahima qilmaslik kerak.
avval to'lov sanasini qayta hisoblash bo'lgan bo'lmaganini, keyingi oyda farq bilan tushish tushmasligini aniqlash kerak. 3-noziklik plastik karta va naqd to'lovdagi kechikishlar. Hozir ko'p pensionerlar pensiyani bank kartasi orqali oladi. Ba'zilar mahalla yoki pochta orqali naqd oladi. Agar qo'shimcha to'lov bir oyda hisoblangan bo'lsa ham texnik sabab bilan karta hisobiga keyinroq tushishi mumkin. Bu mendan olib qo'yishdi degani emas. Lekin agar 2-3 to'lov davrida ham o'zgarish bo'lmasa, albatta yozma murojaat qilish kerak. 4-noziklik ro'yxatdagi manzil va haqiqiy yashash joyi. Yolg'iz yashovchi keksalar bo'yicha to'lovlarda ko'pincha ro'yxatda kimlar borligi muhim. Masalan, onaxon amalda yolg'iz yashaydi, lekin uyda hujjat bo'yicha o'g'li, kelini va nabiralari ro'yxatda turibdi. Davlat bazasida u yolg'iz ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun men yolg'izman deyishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Mahalla dalolatnomasi yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot, ro'yxat ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. 5-noziklik staj va ish haqi hujjatlari. Pensiya miqdoriga eng katta ta'sir qiladigan ommaviy bir rasmiy ish staji va ish haqi ma'lumotlari. Sovet davrida yoki 1990-yillarda ishlagan ko'p odamlarning hujjatlari arxivda bo'ladi. Ba'zan korxona tugatilgan bo'ladi. Ba'zan ma'lumotlar to'liq kiritilmagan bo'ladi. Agar sizning asosiy pensiyangiz past chiqib qolgan bo'lsa, faqat yangi qo'shimchani kutib o'tirmang, balki sizning eski stajingiz hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, Mahmud aka 65 yoshda pensiyaga chiqqan. Unga 22 yil staj hisoblangan, lekin u aslida 31 yil ishlagan. Farqi qayerda? Korxonaning 9 yillik hujjati pensiya jamg'armasiga vaqtida topshirilmagan. Mahmud aka arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan buyruqlar nusxasini oldi. Ish haqi ma'lumotnomasini topdi. Shundan keyin pensiyasi qayta hisoblandi. Demak, darajasi 20 yoki 5-20 ming so'mlik qo'shimcha muhim, lekin asosiy pensiya hisob-kitobi undan ham muhim bo'lishi mumkin. 6-noziklik bir nechta imtiyozni bir vaqt olish masalasi. Ba'zi odamlar men ham nogironman, ham yolg'iz yashayman, ham kam pensiya olaman, demak hammasi qo'shilib ketadi deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Qonunchilikda ayrim to'lovlar birgalikda beriladi. Ayrimlar esa faqat bittasi tanlanadi yoki ustuvor toifa bo'yicha hisoblanadi. Shuning uchun falon qo'shnim oldi, men ham olishim kerak degan solishtirish noto'g'ri bo'lishi mumkin. Har bir odamning pensiya ishi alohida ko'riladi. 7-noziklik qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ba'zi pensionerlarning bank krediti, aliment, ijro hujjati yoki boshqa majburiy ushlab qolishlari bo'lishi mumkin. Pensiya oshsa ham qo'lga tegadigan summa kutilgandan kamroq bo'lishi mumkin. Chunki hisoblangan summa boshqa, karta yoki naqd oladigan summa boshqa. Agar siz pensiyam oshdi, lekin kartamga kam tushdi desangiz, bankdan va pensiya jamg'armasidan to'lov tafsilotini so'rang. Qayerga qancha ushlab qo'linganini aniqlamasdan xulosa chiqarmang. 8-noziklik firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Bunday yangiliklar chiqqanda ayrim odamlar men hujjatingizni tezlashtirib beraman, 520 ming so'm qo'shimchani chiqarib beraman, kartangiz raqamini va SMS kodini ayting deb aldaydi. Hech qachon SMS kodini hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi xodimi ham, bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Hujjatni rasmiy idoraga topshiring, arzon rasmiy platforma yoki davlat xizmatlari markazi orqali bering. Birinchi qadam. O'zingiz yoki ota-onangiz qaysi turdagi to'lov olayotganini aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, ijtimoiy nafaqami yoki alohida ustamami? Ko'p odam o'z to'lov turini bilmaydi. Buni bilmasdan turib, oshirish sizga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi aniqlab bo'lmaydi. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling yoki telefon orqali ma'lumot oling. Agar imkon bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, bank kartasi rekvizitlari va avvalgi arizalar nusxasini olib boring. Agar yolg'iz yashash holati bo'lsa, mahalladan ma'lumotnoma yoki dalolatnoma kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam, og'zaki so'rab qaytmang, yozma ariza qoldiring. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa miqdori bo'yicha qo'shimcha to'lovlar va oxirgi o'zgarishlar asosida qayta hisoblash amalga oshirilmaganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar staj bo'yicha shubhangiz bo'lsa, pensiya hisoblashda qaysi ish stajlarim va qaysi ish haqi davrlarim inobatga olinganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing.
4-qadam. Arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqamni oling. Juda ko'p odam ariza bergandek bo'ladi, lekin qo'lida hech qanday tasdiq qolmaydi. Keyin men murojaat qilgandim deydi. Idora esa bizga kelmagan deydi. Shuning uchun ariza raqami, qabul qilingan sana, mas'ul xodim familiyasi bo'lsa yozib oling. 5-qadam, arxiv hujjatlarini tekshiring. Ayniqsa 1990-yillargacha ishlagan bo'lsangiz, tugatilgan korxonada ishlagan bo'lsangiz. Mehnat daftarchangizda yozuvlar noto'liq bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak. Ishga kirganingiz, ishdan chiqqaningiz, lavozimingiz, ish haqi miqdoringiz bo'yicha ma'lumotlar pensiyangizga ta'sir qiladi. Ba'zan birgina ish haqi ma'lumotnomasi pensiyani sezilarli oshirishi mumkin. 6-qadam, bank kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Faqat umumiy balansga qaramang. Har oy pensiya qachon tushyapti, qancha tushyapti? Qo'shimcha to'lov alohida tushyaptimi yoki umumiy summa ichidami? Shuni ko'ring. Agar bank ilovasidan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki bank filialidan ko'chirma oling. 7-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa, tegishli vazirlik yoki prezident virtual qabulxonasi orqali murojaat qilinadi. Lekin murojaat madaniyatli, aniq va hujjatli bo'lishi kerak. Menga kam berishyapti deb yozish yetarli emas. Men falon yillarda falon korxonada ishlaganman. Bu davr hisobga olinmagan, ilova qilinadi deb yozsangiz, natija bo'lish ehtimoli ancha yuqori. 8-qadam. Qo'shni yoki tanishning holati bilan o'zingizni solishtirib xulosa chiqarmang. Qo'shningiz 520 ming qo'shimcha oldi. Siz olmadingiz. Buning sababi u nogironlik guruhi bo'yicha boshqa toifada bo'lishi, yolg'iz yashashi, pensiyasi eng kam miqdordan past bo'lishi yoki faxriy maqomiga ega bo'lishi mumkin. Sizning holatingizni faqat rasmiy pensiya ishi orqali aniqlash mumkin. 9-qadam, ota-onangizga yordam bering. Ko'p keksa odamlar huquqini bilmaydi. Idoraga borishga qiynaladi. Internetdan foydalana olmaydi. Agar siz yoshroq bo'lsangiz, ota-onangizning pensiya miqdorini tekshirib bering. Hujjatlarni tartiblang, ariza yozishga yordam bering. Bu faqat pul masalasi emas, bu oilaviy mas'uliyat. 10-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Har qanday oshirish bo'yicha eng to'g'ri ma'lumot rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi xabari, davlat portallari va ishonchli huquqiy manbalarda bo'ladi. Telegramdagi har bir xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Ayniqsa hamma pensionerga 520 mingdan qo'shilar ekan degan gaplarni tekshirmasdan tarqatmang. Demak, qariyalarga artık 20 mingdan 520 ming so'mgacha qo'shimcha bo'lishi haqidagi xabar juda muhim, lekin uni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma pensionerga bir xil miqdorda avtomatik qo'shiladi degani emas. Asosiy savol: siz qaysi toifaga kirasiz? Pensiyangiz turi qanday? Hujjatlaringiz to'liqmi? Qo'shimcha to'lov shartlariga mos kelasizmi? Men sizga tavsiya qilaman. Pensiya miqdorini tekshiring, hujjatlarni tartibga soling. Kerak bo'lsa yozma ariza bering, yolg'iz yashash, nogironlik staj, ish haqi va boshqa imtiyozli holatlarni rasmiy tasdiqlang. Eng muhimi, o'z haqingizni bilib oling. Ko'p odam bilmagani uchun yillar davomida o'ziga tegishli pulni olmay yuradi. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi gaplarni ularga tushuntiring, izohlarda yozing. Siz yoki ota-onangiz pensiya oshishidan foyda ko'rdingizmi? Qo'shimcha to'lov tushdimi? Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganmisiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga pensiya, nafaqa, imtiyoz va qonuniy huquqlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.